Hurmatli xaridorlarimiz, sizlarni ko'p kuttirib o'tirmasdan narxlari haqida ham tezda sizlarga ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ushbu ko'rib turgan mahsulotlaring 2 kishilik bo'ladi. 2 kishilik katta razmerlarda bo'lgan momiq pletlarimiz. Xohlasalaring ustlaringga yopinib yotsalaring bo'ladi. Hozirgi havolarga juda ham zo'r, yumshoqqina mahsulot qishda sovuq kunlarda bemalol prostina o'rnida ishlatishlaring ham mumkin. Issiqqina bo'ladi. Hozir siz pikniklarga chiqib, tog'larga chiqib o'tiradigan zo'r havolarda bu mahsulotimizni olib ketib pikniklarda yelkangizga tashlab o'tirasizmi? Chiroyli joylarga solib o'tirasizmi, xohlaganingizcha mazza qilib ishlatishingiz mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxlari optim narxlarda. Bu mahsulotimiz narxi 110 ming so'mdan chiqqan. Buni hamma klientlarimiz biladi. Lekin biz karavan korxonasi mijozlarimiz uchun, obunachilarimiz uchun mazza qilib olib, sotib foydalanib qolishsin, to'ylarga mazza qilib tarqatishsin deb bu mahsulotimizning narxini atigi 85 ming so'mdan qilib belgilab qo'ydik. Xohlaganingizcha, xohlagan rasvetkangizni tanlab xarid qilib olishlaring mumkin. Nimaga bunaqa arzon deb o'ylasalaring, bu mahsulotimiz karavan brendi ostida ishlab chiqarilgan birinchi qo'l bo'lib, to'g'ridan-to'g'ri karavan korxonasida ishlab chiqariladi. Birinchi qo'l bo'lib sizni qo'lingizga yetib boradi. Uyda o'tirgan holda adminkalarimizga murojaat qilib zakaz berishlaring mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab pochta, dostavka xizmatlarimiz bor. Ko'proq olmoqchi bo'lgan klientlarimiz gabarit bo'lib ketadi deb o'ylashlari mumkin. Buni ham yechimini topib qo'yganmiz. Korobkalarini taxlangan holda, ya'ni yig'masdan ixcham chiroyli qilib jo'natib beramiz. Bemalol qo'rqmasdan zakaz berishlaring mumkin. Kimga nechta kerak bo'lsa, pastda nomerlar yozib qoldiramiz. Aloqaga chiqib bemalol zakazlaringni amalga oshirishlaring mumkin. Narxlarini qaytarib o'taman. Narxlari 110 ming so'mdan sotilgan mahsulotimizni klientlarimiz uchun 85 ming so'mdan qilib belgilab qo'ydik. Olib, sotib foydalanib qoladigan joyi, to'ylarga, ehsonlarga, tarqatishga, sovg'alarga mazza qilib olib qolinglar. Karavan korxonasini duo qilish esdan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Karavan korxonasi har doim xalq xizmatida.